Təm qanaqraqka? Xuddi oyoqning chamida keltetdika. Burnun etivelip içivəgin. Nima amal va? Bu dəxi yoxsi. Mana bolka. Mana sizning. Bu bolka patqaq tetdikan. Kişinin qandaqmı yigisi kəlsin? Baldıraq basaq bulatdı. Şu emasmı? Uya keş qalsaq yediğan nəsim tapqıl bulmaydı. Balalarını əgəşdirib qandaqmı qılamız? Hey. Boldu. Köңlüңüzü yerəm qılma. Bari bir faydası yox. Şakçek. Sen mi yap bakamsa, ha? Yigil bulamda? Elbette boludu da. Men akşam Rio de Janeiro'dan kelgen. Şorup alıdığan ersen bağma, ha? Ba. Mana şunu qalay. Sana köprek kuş birey. Rahmet sizge tağa. Şakçek, somkandaki bolkıma, ha? Fergine namlı paraxotduk ustam bəgən. Körüp baksam bolamdı, ha? Nemi digemizlik pırğanı, propyakin hakkını. Yanla, tetbik qıla. Bu ekipin rasma? Aldavatmaydığansa? Rastılı davatamsa? Oo, karanlığa bu bolkığa. Mən azraq bəgin, mən mi tetib baxaycı? Benim balamğın biraz bəgin bulamdı. Ey, bu hakiki bolkıka. İştalığının pırğı var ki. Ey, dikkat. Bir qetimzili yaratmay, çaynap yanla. Aldırmay, çaynap yesenla uzun ömür körüsüle. Aldırmanla hemenler gitidi o. Mana hemenler gitidi o. Ben tünögün Fergile namlı paraxotdan çıqqan. İsmim Marco Roche. Men qığdak bir iş barmı? Men neymiş bolsam qılayverme, emin qılalayma. Hiç qandaq iş yox. Tağa, paraxotduk işlerini aymışsın digidek bilme. Şuğma hemmine... Bilsən yaxşı, uyaqdım yaxşı yürüb жүрmə, ha? Lekin o... Bu yaxtın bu yağı yürüp yürüp demeteği. Meni kiçik görmen. Men Fergile namlı paraxotda ismi cismiq layık deniz bop qalğan. Şundak mı? Amidio! O senin inan mı? Tez ep ket. Köpçülük çarçap ketkende onun jığısı kimgi koşak edikken. Tazı mı bir... Bol de, tazımı toydun o. Kira! Jığlıma, a taraf kubarayla. Jığlıma. Bu balı kim tonuydu? Bu kimden balısı? Bu bala... Benim balam emas. Jığlıma. Bu balını körüp baxmağan başına ağırtmayın, neri hərəkət, anıldın mı? Tez! Boldu, jığlıma. Qara boldu, jığlıma. Qara boldu, fukam, oppoq fukam, jığlıma. Bu qandaq qilish kerak endi. Amidio, kila yordam qil. Qara bu maymunga, yaxshi ke. Qara bu maymunga. Qara. Kila sen oyna. Kila, aka qolon.
Bunim qıqını am ediyor. Köçürün. Rahmet. Yağaç qo'nchoq buzilib ketmagandi? Amidio, nag borsa? Qaytib kel deyman, qaytib kel. Sizmidingiz? O'tganda men bilan birga o'ynagan. Qalayim qan chiqama. Kiring. Kiring. Hech qisi yo'q. Kiravering. Pah. Nim degan ko'p. Men zot ko'rib boqmabdikanman go. Ismi nima? Marko, yo'q. Amidio, akamning maymuni. Yağaç qo'nchoqni yaxshi o'ynatgansiz. Nadikini? Ancha yaxshi o'ynatolmayman. Dadam shundoq deydi. U shunga doim meni Joletaga qaratadi. Shunga men doim Joletaga qarayman. Nadigini, boy siz bek yaxshi o'ynatdingiz. Yağaç qo'nchoq xuddi o'zi harakat qilayotgandek. Mening ismim Fiolina. To'g'rimi? Ha? Siz Men yana sizlarning Argentinaga bormoqchi bo'lganligingizni bilman. Qandoq? To'g'rimi? Shundaqmi? ha, sizdan meni? Men palacha olayman. Bu Nino, sen bu küçük maymunun nereden tepip aldın? Ha? siz bu balni tanımsiz? Ben onu izlep yürgen, onu nevri kılıp ağandım. Endi yaxshi bo'ldi. Lekin bu maymun nereden payda olup kaldı? Paraxoddaki ölük diriklerinin hemmisini digidek bilemen. Lekin bu maymunun zadlı körüp bakmaptıken ben. Biz tunaga Rio de Janeiro'dan chiqqan. Demek bu maymun senin iken de. Uni ismi Amidio, mening ismim Marco Rossi. Amidio. Endi yaxshi do'st tepip aldın Nino. Xoşal bolgan sen. Endi jüre, kirip ketayli. Jür. Bay apan seni tapamay ensirep jüretdi. Oo, ne mandak jığla verirsen. Ha? Oo. Manım işi yedi. Nino. Nino. Mana tepip geldim. Nega bording Nino? Bunun bilen maymun Amidio üstüde. Billa oynab etipdiken. Bu balının ismi Marco boludu. Rahmat sizga Marko. Rahmat. Arzmaydi. Bo'ldi, yig'lama umug'im. Tushlik tomoq cho'qim sen yegidek narsa topaman. Bir oz chida bo'lamdi. Uning qo'zg'i ichibdi. Paraxodda yigidek nersi tepiş ters. Hatta kichik bola yigidek mi nersi yo'q. Cho'nglag'imi nima amal ba? Men bir amal qilay. Amidio, sen misha turib turg'in. Men hozirlik kelaman. Nino, qara maymun. Nima degan umoq? Yig'lama. Mening faqatla amalim yo'q bolam.
Ha? Bunu nereden tip geldin? Ha? Burun uslan bergen. Kilangla, yağla. Ala. Bu degen göherdin mi eti mı? Ada, buğa. Sen demiş giymeyizler. Sizler mi yağla? Sen demiş giymeyizler. Biz yemeymiz. Eğer bolsa av ballam azırak yes kandak. Ha? Bolam da. Elbette boludu. Kınelala. Rahmet sana bolam. Balala onu yegenden keyin xili aram tepip qoladigan bo'ldi. Sizga ko'p rahmat. Ha, bolam, nereden kelishing? Ha? Men Ginaya'dan kelgen. Argentinaga apamni izlab ketyaptım. Oo, mandaq de bolam. Taz tepishibdik da. Men Rozuri oğa o'g'limni izlab ketyapman. Bu yoqning ismi Renata. Yo'ldoshni izlab ketyapti. Sen apangni izlab ketib yetibsan. Qandaq u yerda turib qolamsan, ha? Yo'q, apamning saq turganligini ko'rsamla Ginaya'ga qaytdim. Qaytib ketaman. Apang bilan bildimi, ha? Yo'q, dadam bilan akam meni saqlayotdi. Nima? Uyda dadang bilan akang bor turib, sen mengibsan-ku, ha? Ular uyda bekor o'tiranda, ha? Yo'q, undaq emas. Zodi tushunmadim. Pul topadiganlar uyda qilib, uy boshquradigan apang sirtqi xizmat qilsa, uning ustiga kichkina bir bola opisini izlab, shundoq jiroq yerga safarga chiqsa qandoq bo'lg'ini? Shundoq. Burun menmi bilmay dadam bilan akamdan og'irnib yuribdim, lekin ular To'g'ri. Apa bo'lgan odam bolani tashlab ketsa, bolaning albatta ochchig'i keladi-da. Shundoqmi, Renata? yo'q, ish bilmaganligimda yaxshi qilmadim. Dadang zodi nimani o'ylagandi? Apang bilan ikkinglarni ayirib etib, kichikkina bolani uzun safarga chiqardigan qandoq dedi u? Buni zodili tushunamadim. Zodi tushunamadim. Undaq emas, gapimga quloq soling. Dadam Ginaya'da bir doktorxona ochgan. Puli yo'q kambag'allarning kasal ko'zish uchun ochgan. Şun bununla köp pul ketidi. Lekin dadam Ginaya'dan ayrılsa bo'lmaydi. Burun men bu ishlarni tushunmagachga apamdan, dadamdan Anna, siz tozimi qamlashmabsiz? Ne bo'ldi, Katerina? Menden texchi yo'shiryotamsiz. Argentinaga mangadigansiz. Mushundaq cho'ng'ishnimi deb baqmabsiz? Xafa bo'lmang. Tuyuqsiz shunda qarorga keldik. Har qancha yaxshi xizmat bo'lsa-mu, undaq yiroq yerga bormasligingiz kerak. Uning ustiga shuncha aldirashmamsiz. Marko, bechora bolam. Opang yo'q chog'da ko'nglingni yerim qilma. Men oldindan xabar olaman. Cho'qim shundoq qilaman, Marko. Cho'qim shundoq qilaman. Bo'ldi qiling hadi. Buni Marko texi bilmaydi. Ha? Markoga texchi demidinglarmi? bu nimish? Marko, sen avval uyga kirib tur. Argentinaga rost boramsa? Tonio, Markoning uyga kirib ketdi. Jura, Marko. Oppa, Uyga kirib ketaylik. Asli ata degan sizga demoqchi edik. Marko Toniolarning holidan xabar ep qo'yasiz. Har qancha bo'lsa-mu, Markoga demisanglar qanday bo'ladi? Uning eg'ir qiladi. yolg'on, yolg'on. Oppam Argentinaga bordiganligini menga aytmagan. Biroq buningdan boshqa amal yo'q-da. Bo'ldi. Sizlar menda yo'shiribsizlar-da. Aka, sen burunli bil poptgansa, aldamchi, aldamchi. Sana yetishni bep ko'rdik. Qarizni qaytarishning buningdan boshqa amal yo'q. Biroq sen uval bo'ladigan bo'ldi, Marko. Bo'ldi, hammanglar menda yo'shiribsizlar. Dadamning qarzini men to'lay. Men ishlab to'lay. Ahmaq! Dadam bilan opamning qanchalik azoblanayotganligini bilamsan? Marko, nim bo'ldi, Marko? Tonio, Markoga nim bo'ldi? Tonio. Asli uningga burunroq desak bo'pti ekan. Amal qancha? O tek kichik tushunmaydi. Bechora Marko.
Bu ishni qandoqmi tushunsin? Ey, Marko. Ey, Marko. 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 Marko, men sana degan-ku balam. Dadangning hozirgi xizmati apangning yordamiga muhtoj. Marko, men san ishinaman. Men yiningda bo'lmasammi, yaxshi yashab ketalaysan. Shunga senmi opangga ishengin. Bulamdi. Marko. Tushundingmi o'g'lim? Marko. Marko! Amal yo'q. O tehe tushunmaydi. Marko, sen bana xushal chiroyingni ko'rsatmamsa, obdan balam. Marko. Xotirjam bo'ling, apa. Marko buni hamon bir kuni tushunadi. Hey, paraq chiqadiganlar, tez bo'linglar, bo'lmasa ulguramaysizlar. Marko, turmush musabız uzun. Adamlar her xil jabr jafolarga yo'l qo'ydi. Tushundingmi? Uyitkilarning gapini anglag'in balam. O'z kuchingga tayansang, chidamliq bo'lsang, tadrijiy yetilasan. Uqdingmi? Obdan balam. Hey, paraq chiqinglar, tez bo'linglar, chaqqa bo'linglar. Xayr xo'sh Marko. Chidamliq bo'l. Marko balam. Marko. Tizrahmangaylik, amayli yana, tizrahmangaylik. Çamadanını bile. Hey, to'xtab turing. Balalar yaxshi qarang. Bo'lib bu Marko ko'ngil bilib qo'ying. Qaytib kel! Appa qaytib kel! Marko! Acım appa! Marko, hep qal. Ketmegin! Appa! Appa! Qaytib kel! Appa! Qaytib kel! Ketmegin! Marko, tushgani. Qaytib kel! Xatarlik. Marko. Ketmegin! Appa! Ketmegin! Appa! Appa! Xo'sh, Marko. Xo'sh. Dadangning gapini angla, xat yozishni unutma. Marko, xayr xo'sh. Appa! Kötürgün. Appa! Men çokum gayretlik bolaman. Çoğa bağan seni akıl barma. Bu çağda men bek xafa boğaçqa. Appamga hoş demigendim. Ras, appamga hoş demigen. Marko. Nima degan ta'sirli hikoya bu. Sizlar
har tarafga chechilib ketgan bo'lsanglarmi? Ammo qalbinglar yanada bak yaqinkan, bolam. Amidiyo, qara. Yulduzlarga. Bu doktorxonadagi Vimboto doktor deb bergan Janub Kris yulduzi. Men opam bilan billa yulduzlar sistemasidagi chaqnab turgan ash yulduzlarni ko'ramiz. Köşmenler paraxodida yemek içmek yetişmeydi. Marko'nun deniz seferi qiyinchilik ichida o'tdi. U Buenos Airesga berishni o'ylaganida hissiyoti urg'ib tashidi. Tar ham kichik paraxod uylari odam bilan liq to'lgan. Yomg'ir yog'adi. Kishilar sirtqa chiqib usti beshini yomg'ir bilan yumoqchi bo'ladi. Lekin yomg'ir kuchayib ketib, shamol chiqishga boshlaydi. Bo'ron chapqunda paraxod to'lqin ichida qoladi. Keyingi qitimda bo'ron chapqinlik kechadigan qismini ko'ringlar.